Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Ancha oldin biz YouTube kanaliga ko'k payvand qilish haqida video qo'yganmiz. U batafsil tushuntirmaganimiz uchun bugun jarayonni syomka qilyapmiz. Bu hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uzum navimiz avatar uzum navi. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu o'tgan yili ulangan ko'k payvand hisoblanadi. Mana bu yil ko'rishlaring mumkin. Yaqin bir 3 metr 4 metrga yaqin kalta surgan. Endi bu yil birinchi yilda shuncha natija bo'lyapti. Hozir shuni shoxlaridan o'tgan yilga ulangan avatar ko'k payvand shoxidan uzib olganmiz mana. Bu deyarli 5 ta 6 ta pindik hammasi 1 metrdan kalta surgan yana qo'shimcha. Endi bugun yana boshqa navga ulamoqchimiz. O'tgan yilga ulangan nav Husayniga ulangan, bu yil ko'rib turganlaringdek 4 metrga yaqin kalta surgan. O'zi aslida bu mana o'tgan yil ulangan joyi. Bu borgan sari yillar o'tib, vaqt o'tib bu bunday bir-birini o'zi tanaga kirishib ketadi-yu, lekin aslida shu ulangandan keyin tuproqqa parxama deydi, parxama qilib bu o'tgan yil 1 yil oldingi ulangan bo'lsa, misol uchun shuni tuproqqa parxama qilib yuborish kerak. Shunda keyingi yil chiqaradigan pindiklar, masalan bu pindiklar yerni ustida yo ostida qolsa tomir oladi yana. Mabodo tokni kesmoqchi bo'lsangiz yo sovuq ta'sir qilib boshqa bo'lsa, o'rnidan yana avatar chiqaraveradi. Aytmoqchimanki, bu o'tgan yili ulangan nav ko'karib olgandan keyin tanaga kirishni boshlaydi, lekin shu joyini tuproqqa parxama qilib yuborgan ma'qul. Shu kalta o'tgan yili ulangan avatar uzum navini kaltaga. Ulangan joyi mana. Ulangan joyi mana o'zi bilinib turibdi. Hozir sizlarga yana batafsil video qilib beramiz bu ulash jarayoni haqida. Demak, ulash jarayonini boshladik. Bizga kerak bo'ladigan narsalar yangi bu hamma joyda sotsa kerak yangi lezva, oddiy salafan paketlar. Keyin bundaqa stakanga suv tayyorlab olamiz. Bu o'zimizni avatar ko'k payvand uchun avatar kaltaga. Bu yil chiqargan. Bismillah. Yangi lezva bo'lish kerak deganimiz sababi, agar bu zang olib eski lezva ishlatsalaring, buni bu kaltalarga ta'sir qilishi mumkin. Barglarini olib tashlaymiz. Agar iloji bo'lsa, mana bundaqa pindik chiqargan bo'lsa, shuni o'zi davom etib ketishi ham mumkin. Ulangandan keyin mabodo yaxshi ko'karsa, mana shu pindikdan chiqargan yangi barglar o'zi o'sib rivojlanib ketishi ham mumkin. Bu ko'karib tezroq avj olishini ta'minlaydi. Ulash jarayoni o'zi aslini olsa, aprel oyini 20-dan shu 5-maygacha bo'lishi kerak. Agar undan keyin ulanadigan bo'lsa, bu tana qatib qoladi. Yangi o'sha ulamoqchi bo'lgan kalta bilan bir-biriga qandaydir kiyishmasligi mumkin bir-biriga. Mana shu holatda olamiz. Endi buni idishga solib qo'yamiz.
agar mana bu tana qatishni boshlasa, bu ichda oq holatlar paydo bo'ladi. Demak, hozir kech emas. Hozir ayni payti. O'zimiz salafan paket oddiy orqa tomonidan qarab turinglar mana. Ikkisi mana shu holatda ajratib olamiz. Endi bu aynan shunaqa ko'k uzr. Aynan shunaqa salafan bo'lishi kerak degani emas. Strech salafan bo'lishi ham mumkin. Undan tashqari haligi fum lenta deydi. Ko'zmaylarda sotadi. Xo'jalik mollari do'konida shunaqa salafan bo'lishi ham mumkin. Mana bizga yetarli, o'zimiz uchun yetarli olganmiz o'sha kurtaklarini. Boshladik bo'lmasa. Mana bu Husayn uzumnavi. Bu tomoni mana bu yil battan kurtak chiqarganda o'sishda davom etyapti. Biz shu kurtagimizga mos joyda o'zimizga olamiz. Men yemayman qizim. Kurtagimizni mosini ajratib oldik, endi battan mana shu holatda kesamiz. Endi buni shu kurtagimiz tushadigan qilib eski ulanayotgan kaltakdan uy ochamiz bunga. Mana ko'rishlaring mumkin, battan rosa ichida suv aylanishi mumkin bo'lgan joydan uy ochdik. Mana. Endi bu hozir ajratgan kurtak payvandimiz. Kurtak payvand uchun kurtagimiz. Endi buni orasiga mana bu holatda kirgizamiz. Keyingi jarayon bu kurtak payvandni salafan bilan o'rab qo'yamiz. Bu yerda iloji boricha havo kirmasligini ta'minlash kerak. Nima qilaman?
Mana kurte payvandimiz mana shu bargning ichida. Buni barg bilan o'rab qo'yganimiz sababi bu issiqda, boshqada pana qilib turadi to ko'karib olgungacha. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lish albatta esdan chiqmasin. Keyingi videoda shu kurte payvandimizni ko'kargan holatini sizlarga ko'rsatamiz.